Qarang, hozir men sizga gapiryapman va qo'llarim klaviaturada. Shu paytda daqiqasiga 60 tadan ortiq so'z yozyapman. Klaviaturaga bir marta ham qaramasdan. Qo'limga emas, ekranga ham emas, to'g'ridan-to'g'ri sizga qarab. Hozir rekordchilar bir daqiqada 300 dan ortiq so'z yozishadi. Ko'pchilik nima deydi? Bu tug'ma talantda deydi. Yo'q, bu prosta ko'nikma, oddiy skill. O'rtacha odam daqiqasiga 40 ta so'z yozadi. Va har safar boshini pastga egadi, klaviaturani qidiradi. Endi o'zingiz o'ylang, kuniga qancha vaqtingizni shu pastga qarashga sarflayapsiz? Tushunyapsizmi gap nimadaligini? Shu videodan keyin siz klaviaturaga boshqa hech qachon qaramaysiz va men buni sizga kuniga 10 daqiqa mashq qilib qanday qilish mumkinligini o'rgataman. Qadam-qadam ko'rsatib beraman. Bu video ko'pchilik uchun manfaatli bo'lishi uchun like bosing va pastdagi qizil tugmani bosib obuna bo'ling. Bu mening yagona iltimosim. Qolgan hammasi bepul. Xo'p, bu videoda nimalarni ko'ramiz? Birinchi qadam to'g'ri barmoq texnikasi. Qaysi barmoq qayerda turishi kerakligi. Ikkinchi qadam klaviaturaga qaramaslik qoidasi. Uchinchi qadam o'rganishning 3 ta fazasi. To'rtinchi qadam aynan qaysi 3 ta saytdan trenirovka qilish kerakligi. Beshinchisi xatoni 1 soniyada tuzatadigan yo'llar. Oltinchisi sichqonchadan voz kechish. Yettinchi qadam kuniga 10 daqiqalik to'g'ri mashq rejimi. 8-qadam siz kutmagan sog'liq uchun 2 ta ajoyib foydasi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonus bor. Ya'ni 30 kunlik mashq rejasi va klaviaturaga qaramay yozishning to'liq yo'l xaritasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Lekin bir narsani ochiq aytaman. O'qigan odam emas, qo'llagan odam har doim natijaga erishadi. Misol uchun, mening bitta tanishim 60 ta so'zdan 95 so'zga atigi bir oyda chiqdi. Bormi bunaqa natija? Bor. Siz ham qila olasizmi? Ha, albatta. Endi savol, klaviaturaga qaramasdan tez yozish o'zi nimaga kerak? Faqat chiroyli ko'rinish uchunmi? Yo'q. Mana sizga 4 ta asosiy sababni aytaman. Birinchi sababi bu vaqt. Bugun hamma narsa kompyuterda. Xat, hujjat, qidiruv, xabar. Agar siz kompyuter bilan tezroq gaplasha olsangiz, prosta soatdan tejaysiz. Ikkinchi sabab miyaga ortiqcha yuk. Har safar klaviaturani qidirganingizda miyangiz asosiy ishdan chalg'iydi. Qaramay yozsangiz nima bo'ladi? Bu yuk yo'qoladi. Siz faqat fikrga e'tibor berasiz. Uchinchi sabab sog'liq. Boshni har safar pastga egish bo'yin va umurtqa uchun zararli. Qaramay yozadigan odam to'g'ri o'tiradi, faqat monitorga qaraydi. Oddiy narsa, lekin juda ham muhim. To'rtinchi sabab ijod. Yozish tezligingiz fikrlash tezligingizga yaqinlashganda g'oyangizni yo'qotmay qog'ozga tushirasiz. Hech narsa esdan chiqib qolmaydi. Demak, gap chiroyli ko'rinishda emas. Vaqt, sog'liq va samarali ishlashda. Eng asosiysi, buni o'rganish uchun sizga maxsus iqtidor ham, kullab o'tirish ham kerak emas. Menda aniq tizim bor. To'g'ri texnika, 3 ta bepul sayt va kuniga 10 daqiqalik rejim. Hozir xudo xolasa hammasini ketma-ket ochib beraman. Lekin oldin o'zim haqimda 2 og'iz. Men Shavkat Muhsimov 15 yildan beri kompyuter sohasida faoliyat yuritaman va 10 yildan beri talabalarga ta'lim berib kelmoqdaman. 2000 dan ortiq talabalarga jamoamiz bilan raqamli dunyo eshigini ochishga yordam berganmiz. Kun bo'yi klaviaturaning oldida o'tiraman. Kurs materiallari, hujjatlar, ssenariylar, klaviaturaga qaramay yozish men uchun nima? Hashamat emas, ishlash texnikasi. Va ochig'ini aytsam, men buni osmondan olganim yo'q. Aynan shu videodagi algoritm bilan o'rganganman. Endi xuddi shu algoritmni sizga ham beraman. Demak, boshladik. Birinchi qadam, to'g'ri shart. Barmoq zonalari va boshlang'ich holat. Bu tez yozishning fundamenti. 10 ta barmoq metodi va har bir barmoqning o'z tugmasi bor. 6 ta barmoq bilan yozadiganlar bu qadamda rosa qiynalishadi. Lekin aynan shu eng muhim qadam hisoblanadi. Boshlang'ich holatda chap qo'l aslida F, o'ng qo'l J klifi nuqta virgulda turadi. Misol uchun F va J klavishida kichik bo'rtmalar bor. Ko'rsatkich barmoqlaringiz qaramasdan har doim shu joyga, ya'ni shu tugmalarga qaytish kerak. Barmoqlar markazdan chetga qarab harakatlanadi. Har biri o'z tugmasini qo'riqlaydi. Muhimi shuki, avval sifatga e'tibor bering, tezlik keyin. Ikkinchi qadam, oltin qoida. Klaviaturaga umuman qaramang. Qaramay yozishning butun mohiyati qaramasdan tugmani topishda. Klaviaturaga qarasangiz nima bo'ladi? Miyangiz ko'rishga o'rganadi, his qilishga emas. Tushunyapsizmi? Boshida sekin bo'ladi. Bu normal. Sekin yozing, lekin qaramang. Kompyuterning ekran klaviaturasini yoqib qo'ying. Ko'zingiz ekranda bo'ladi, qo'lingizda emas. Misol uchun, boshida xato qilsangiz ham qaramay tuzatishga harakat qiling. Xatoni qaramay tuzatish ham trenirovkaning bir qismi. Eslab qoling. Qaramaslik sekinlikdan emas, qo'rquvdan voz kechish uchun. Uchinchi qadam, o'rganishning 3 ta fazasi. Birinchi faza to'g'ri texnikani o'rnatish. Barmoq zonalari, oddiy so'zlar, bitta so'zni qayta-qayta yozib mashq qilish. Ikkinchi faza, eng og'iri, lekin eng samaralisi. Klaviaturaga qaramay yangi nerv bog'lanishlarini shakllantirish. Tez yozishga shoshmang. Nimaga? Chunki maqsad tezlik emas, to'g'ri harakatni miyaga yozish.
Uchinchi faza bog'lanishlar уже shakllangan, endi faqat mustahkamlash qoladi. Tezlik o'z-o'zidan o'sa boshlaydi. Fishka shunda, ko'pchilik aynan ikkinchi fazada tashlab ketadi. Sekinlashib qoldim deb o'ylaydi. Aslida bu eng to'g'ri yo'lda ekanligingizni belgisi. Ikkinchi fazadan o'tgan odam yutadi. Sabr bu yerda masalani hal qiladi. Demak, 4-qadam. Qayerda mashq qilish kerak? 3 ta sayt. Birinchi sayt bu typingclub.com. Bu sayt aynan birinchi fazani shakllantirishga yordam beradi. Ya'ni so'zlarni qayta-qayta yozdirib, bir chekkadan harflaringizni ochib beradi. Hamma harfni eslab qolasiz. Qaramasdan yozishni noldan o'rganasiz. Ikkinchi sayt kebir.com. Eng kuchli trenajyor. U nima qiladi? Sizning zaif harflaringizni o'zi aniqlaydi va aynan shularni ko'proq mashq qildiradi. Misol uchun boshida e ni, it, r berib ko'radi. Keyin qaysi harflarda qiynalsangiz, o'shani moslashtiradi. Profilingizda har bir harf bo'yicha progress grafikini ko'rasiz. 3-sayt monkeytype.com. Jahon liderlar bordi, rekordlar qo'yasiz va tinish belgili, faqat so'zlar, iqtiboslar rejimida yoza olasiz. Bu saytda o'zbek tili ham bor, hatto dasturlash tillari ham bor. Demak, Typing Club noldan o'rgatadi, Kebir zaif joylarini tuzatadi, Monkeytype o'yin va rekord. Uchalasini yozib oling. 5-qadam. Xatoni bir sonda tuzatish. Kombinatsiyalar. Asosiy qoida shu. Agar siz backspace ni 2 martadan ko'p bosib harflarni o'chirayotgan bo'lsangiz, undan tezroq usul bor. Windowsda Ctrl backspace, Mac'da Option backspace bossangiz, butun so'zni bittada o'chiradi. Deylik, salom dunyo deb yozingiz. Oxir so'zda xato bor. Nima qilasiz? Bitta harfni emas, butun so'zni bitta zarbada o'chirib yuborasiz. Butun xatoni o'chirish xohlasangiz, Mac'da Command backspace ni bossangiz, bittada o'chirib yuboradi. Backspace ni qiynamang. Bitta kombinatsiya bilan tozalab tashlang. Lekin bitta narsa, bu tez yozishni boshlaganingizda qulay bo'ladi. Ungacha qulay emasdek tuyuladi. 6-qadam sichqonchani tashlang. Klaviaturada ishlang. Qarang, tez yozish faqat matnda emas. Kompyuterni boshqarish ham klaviatura orqali bo'lishi kerak. Mac'da Alfred yoki Spotlight bor. Dasturni, fayllarni, hatto Google qidiruvini klaviaturadan amalga oshirsa bo'ladi. Misol uchun Command Space, Spotify, Enter bossangiz kirib ketadi. Sichqonchaga qo'l ham urmaysiz. Qoida shunaqa. Har safar sichqonchaga qo'l cho'zganingizda o'zingizga bu sekin va zerikarli deb ayting. Va o'sha ishni klaviatura tugmalarini qidirib bajarishga harakat qiling. Sichqoncha sekinlashtiradi, klaviatura jangchiga aylantiradi. 7-qadam. To'g'ri rejim. Kuniga 10 daqiqa va uxlashdan oldin. Bir kunda pahlavon Mahmud bo'lishga urinmang. Klaviaturani kuni bo'yi qiynash foyda beradimi? Yo'q, bermaydi. Kuniga 10-30 daqiqa, ayniqsa uxlashdan oldin mashq qiling. Nimaga aynan uxlashdan oldin? Chunki uyqu paytida miya harakatlarini fonda qayta ishlaydi va nerv bog'lanishlarini mustahkamlaydi. Yana bir marta o'sha misol. Tanishim haftasiga 10 daqiqadan mashq qilib, bir necha oyda 65 tadan 95 so'zga chiqdi. Sir nimada? Ko'p ishlaganda emas, muntazamlikda. Demak, kam-kam, lekin har kuni. Uxlashdan oldin bu eng yaxshi vaqt. 8-qadam. 2 ta sir. Siz kutmagan fishka. Birinchisi, ovoz chiqarib yozing. G'alati eshitiladi, bilaman, lekin amalda isbotlangan. Balandroq, kuchliroq bossangiz, tezlik va aniqlik oshadi. Nega ishlaydi? Ochig'i men ham bilmayman, lekin ishlaydi. Ikkinchisi, o'yin sifatida yondashing. Bu to'xtovsiz o'sadigan ko'nikma. Har doim keyingi maqsadingizni bo'lsin. 80, 100, 140 ta so'z. Rekord qo'ying. Monkeytype'da kuzating. O'zingiz bilan musobaqalashing. Demak, baland ovoz tezlik beradi, o'yin mentaliteti esa to'xtamaslikni. 9-qadam sog'liq uchun foydasi. Eng qiziq ham shu yerda. Qaramay yozish mayda motorikani ham rivojlantiradi. Bu aynan 10 ta barmoqda yozish bilan bog'liq. Buni tushuntirish qiyin, lekin 10 ta barmoqda yozishni boshlaganingizda hamma barmoqlaringizni yaxshi boshqara olmasligingizni his qilasiz. Mayda motorika esa nima bilan bog'liq? Nutq bilan. Bu ayniqsa bolalar uchun foydali. Kattalarda esa nutq va savodxonlikni yaxshilaydi. Va yana yangi harakatlarni o'rganganda miya 80% ko'proq energiya sarflaydi. Bu miyangiz uchun haqiqiy trenirovka. Qaytaraman. Klaviaturaga qaramay yozish bu iqtidor emas. Bu har kim 30 kunda o'rgana oladigan ko'nikma. To'g'ri texnika, qaramaslik, 3 ta sayt va kuniga 10 daqiqa hammasi shu. Qaramasdan yozishni tezroq o'rganish uchun 30 kunlik mashq cheklisti va shu videoda aytilgan barcha saytlar ro'yxatini bitta PDF qilib tayyorladim. Barmoq zonalari sxemasi ham shuni ichida. Uni bepul olish uchun pastdagi havola orqali Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin. Faqat bitta laykni tashlab keting. Kanalimda kompyuter savodxonligi va sun'iy intellekt mavzusida foydali ma'lumotlarni berib boraman. Lekin buni siz ko'rmaysiz, agar obuna bo'lmasangiz. Shuning uchun hozir pastdagi qizil obuna tugmasini bosing va yonidagi qo'ng'iroqni ham yoqib qo'ying. Yangi video chiqsa, sizga xabar boradi. Eng oxirgi narsa. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, pastda izohlarda fikringizni yozing. Klaviaturada tez yoza olasizmi? Qanday tezlikda yozasiz? Yoki qaysi mavzuda ko'proq video qilishimni xohlaysiz? Men har bir izohni o'qib chiqaman
va keyingi videoda siz so'ragan mavzu bo'yicha to'liq dars qilaman. Sizga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Texnik bilimlaringizni rivojlantiring.